Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekovning mashhur Odam bo'lish qiyin romani haqida so'zlab bermoqchiman. Bu roman ilk bor 1969-yilda yozilgan bo'lib, oradan yillar o'tgan bo'lsa ham, bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan asarlardan biridir. Asar nomining o'ziyoq insonni o'ylantiradi. Odam bo'lish qiyin. Haqiqatdan ham kasb egallash, boylik orttirish yoki mashhur bo'lish mumkin, ammo halol, vijdonli, mehribon va adolatli inson bo'lib qolish har doim ham oson emas. Roman voqealari yoshlar hayoti, ularning orzu-intilishlari, muhabbat, do'stlik, ota-onaga hurmat va eng muhimi insoniy fazilatlar atrofida rivojlanadi. Asarda Abdulla, Gulchehra va boshqa qahramonlar hayotining turli sinovlariga duch keladilar. Har bir tanlov ularning taqdiriga ta'sir qiladi va kitobxonni ham chuqur o'ylashga undaydi. Xulosa qilib aytganda, Odam bo'lish qiyin romani nafaqat badiiy asar, balki hayot sabog'i hamdir. Agar siz insoniylik, halollik, vijdon va hayotning asl qadri haqida o'ylashni istasangiz, kitobni albatta mutolaa qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.